Qo'shnim qiz. Qo'sh bersa yeb, suv bersa ro'zaman ketdi. Qo'shni, uylaringizda kimdir bormi? Ha, hamsaga yana nima kerak? Xomirlagan kerakmi? Yo, ikkita non so'rab chiqdingizmi? Yo, inangni erini so'rab chiqdim. Xotinimni so'rab chiqdim, maylimi? Hamsiyani qizi ekanman deb zipillab kelaverasanmi? Voy, o'lmasam, bora qo'y qizim. Xotining qo'shni uyda ishlar zovushni bo'laykan-da buyog'i. Astamanu. Ha, ovqat go'shini ko'tarib qo'yga. Ayamlar ro'ziyatda shpit tashab kelay. Ayanglar ro'za bo'lsa biz ko'zamizmi? Ha, bizlarda ham go'sht yegimiz keladi. Sizlarga shildirish sho'rasida qoldirdim. Ayam ham to'za sotadi. Hamsiyani qizini jaqingina 8 moshinam arzon bo'ladi, jirtida uylan olibman. Arzon narsa baribir arzon bo'laykan-da. Imgir, bu hamsiyalar to'g'ini dastda agarat qilinmas ekanmiz-da. Nima bizdan to'qlarga tashatyapsiz? Bu tovuqlar sizlarga bo'lsa mana agarat kimniki? Hamsiya qizini o'zi adashdim-da. Nimaga? Hamsiya bilan suv talashib, mana katangiga tovuqlar dastdan urishib qolsam. Sen qaysi tomonda bo'lasan? Masalan, 1 yillab gaplashmay ketsak, sen bizlar bilan gaplashmaysanmi yo uyingdagilar bilan gaplashmaysanmi? La, muncha qiyin. Ha, gapishim qayg'a. Qachon qarasa ayangni ketasan. Seni bu yoqqa chaqirgandan ko'ra o'zim sizlarga borib yashayman. Qoch. Endi hamsiya bo'lgandan keyin shu-da. Hozirda Iskandar Buildings mezbon orqasidan 100% to'lovga uy olsa, katta chegirma bor ekan. 30% ni to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib to'lasa bo'lar. Shaxtan uy olsa qutulasiz. Zo'r fikr ekan. Kuyov, tabriklang, Iskandar Buildingsdan uy oldik. Yomon qo'shnidan ko'chib qutulasan deydi. Sizlardan ko'chib ham qutulmaykanman da. Qo'li qiyshiq shetimani tuk qilasanmi? Onangni. Chaqirdingizmi kuyov? Ha, onasini biz qo'shni qiziga uylansak, enangniga ket deyish oson ekan. Shu enangni deyish qiyin bo'lar ekanda. Chuchcha.